Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Guardiola Husanovning o'yiniga qanday munosabat bildirdi? Angliya Premyer Ligasining 28-turini Nottingham Forest va Manchester City o'yini boshlab berdi. Bu ikki jamoa musobaqa jadvalida ketma-ket joylashgani bois mezbonlardan 1 ochko ortda qolayotgan shaharliklarda 3-o'ringa ko'tarilib olish imkoniyatini berardi. Shu bois Josep Guardiola shogirdlari ilk daqiqalardan g'alaba uchun o'ynadi. O'z navbatida o'rmonchilar an'anaviy kuchli klublar qatoriga kirmasa-da, joriy mavsum bejizga liga reytingida faqat Liverpool va Arsenaldan keyingi pog'onada bormayotganini ko'rsatib qo'ydi. Manchester City himoya chizig'i o'yin davomida faqat bir marta pand berdi va raqib hujumchisi Callum Hudson bundan foydalanib Edersonni ojiz qoldirdi. Braziliyalik darvozabon yaqin burchagidan to'p o'tkazib yuborgani uchun ham mag'lubiyat uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerak. Manchester City o'tgan yil qo'lga kiritgan Angliya chempionligini bu yil Liverpoolga topshiradi. Yagona umid Angliya kubogini qo'lga kiritib, mavsumni bitta bo'lsa ham sovrin bilan yakunlashdan iborat. Josep Guardiola, Nathan Ake, John Stones, Manuel Akanji singari yetakchi markaziy himoyachilarning yo'qligida kuchli raqibga qarshi Husanov va Ruben Dias juda yaxshi o'ynaganini alohida e'tirof etdi va maqtadi. Biz himoya markazida haqiqatdan juda yaxshi o'ynadik. Hozir boshqa markaziy himoyachilarimiz yo'q. Ayniqsa Abduqodir Husanov zo'r harakat qildi, shuningdek Ruben Dias ham. Biz o'z darvozamiz oldida xavfli vaziyatlar ko'payishiga yo'l qo'ymadik. Himoyalanishda futbolchilarimiz o'zini ko'rsata oldi. Bellashuv kuchli bosim ostida o'tdi, dedi Josep Guardiola. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.